VPC qanday virus? Xo'p, VPC bu virus papilloma человека, ya'ni odam papillom virusi. Bu dunyoda keng tarqalgan viruslardan biri bo'lib, 200 dan ortiq turga ega. Lekin ular ichida ayrim turlari onkotip hisoblanib, bachadon bo'yni saratonini chaqirish xususiyatiga ega. Aynan ular ichida eng xavflisi yuqori onkogen turlari 16 va 18 tiplar hisoblanadi. Nima uchun VPC ni tekshirish shart? VPC ni tekshirishimiz bizga bachadon bo'ynidagi o'zgarishlar aynan shu virus ta'sirida chuqurlashishi mumkin. Virus aniqlansa bu xavflimi? Virus aniqlanishi bu hali kasallik degani emas. Bu shunchaki shifokor uchun diqqat belgisi hisoblanadi. Agar virus bo'lsa, biz bachadon bo'ynini yanada sinchiklab kuzatamiz va hujayralar zararlanishini oldini olamiz. Yanada kerakli va qiziq ma'lumotlar uchun bizning sahifamizga obuna bo'ling.